Akalarim bilasizlar, eng qiziq video eksperiment bo'ladi. Bilasizlar, bizda yengillik to'xtab qolmaydi. Men sizlar uchun mana bunaqa apparat olib qo'yganmiz. Bu apparatni internetda ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bu qanaqa apparat deydigan bo'lsanglar, bu moyi trenasi, motor ishlaganda temirga metalga ishqalanadi-yu, shuni tashqarida ko'rsatib beradigan narsa bo'ladi va mana bu narsalardan ham ko'p olib kelib qo'yganmiz. Xudo xohlasa sizlar bilan hali buni ancha tez qilamiz. Hozir bugun sizlar bilan mana yengi qo'yganimizni ko'rishinglar mumkin va bu yoqdagi mana ustiga ham yengisini qo'yib qo'ydim. Akalar, keyin mana bizani milliy mahsulot Vinox moyimiz ochgandan keyin plombasini ko'rib olinglar. Oddiy zar bo'lmaydi. Mana bunaqa plomba bo'ladi. Ochilishi ham ko'rdinglar, juda ham oson bo'ladi sizlar uchun mana. Mana bu qo'lni tiqib, teshib, keyin chiqazolmay yurmaysizlar. Hozir o'zimizni moydan olamiz ozgina eksperimentimiz uchun. Bu eksperimentni men nima qilyapman? Xudo xolisa keyingi videolarda o'rtoqlar aytmoqchi, kommentariy yozib ketinglar. O'zimizni moy bilan yana qanaqa motor moylarni bilasizlar, o'shani solishtirib ko'raman men sizlarga. Hozir endi mana idishimizga quyib olamiz bu moyimizdan. Va bu o'zi magnitli, bundoq olib keladigan bo'lsak, yopishib oladi o'zi. Mana ozgina qirib, bitta aylantirib yuboramiz. Birinchi toshimiz 500 gram. Ikkinchi toshimiz 1 kilo bo'ldi uje. Bu bilan 1,5 kilo. Bu o'chib qolguncha tekshiramiz.